Bu o'g'irlik emas. Bu Germaniya madaniyati. Ya'ni bitta olasiz, idishga solasiz. Ket. Kultmaylar, qaranglar. Voy. Bitta olasiz, og'zingizga solasiz. Germaniyada qulupnay dalalarda dalaga kirib, xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin. Xohlamasangiz olib ketmasangiz ham bo'ladi. Lekin ba'zi joylar hech bo'lmasa 1 kilo olsin deb majbur qilib qo'yadi. Xohlaganingizcha yeng. Endi terganimizga to'laymiz. Bu yoqqa ketganiga to'lamaymiz. Qorimdagisi o'zimizga, bunisi ham o'zimizga. Narxi 6 € ekan. 1 kilo olib ketish majburiy qilib qo'yibdi, lekin biz 1 kilodan ko'proq. Alo, Messi. Xo'p, mana 12 € ga oldik shuni. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Bizda ham mana shunaqangi dalalarni tashkil qilish kerakmi? Va xuddi Germaniyaga o'xshab kir xohlaganingcha ye, olib ketganingga to'la desa qanaqa bo'ladi? Izohlarda fikrlaringizni qoldiringizlar. Biz esa qulupnaylar bilan sizlarni Germaniyada kutib qolamiz.